Assalomu alaykum. Mana biz bugun Xorazm viloyati Xonqa tumanida mana Muzaffar og'amizni limonzoridamiz. O'sha limonzorlarni doimiy ravishda nazoratini olib boraman. Mana suhbatimizning kelasi qarashatdi. Bu yerda to'g'ri gap ham yutuqlarini aytish uchun, ham muammolarini, ham kamchiliklarini aytish uchun kelgan. Asosiy yutug'i mana bu yil limon yaxshi davr. Limonning gullashi, shakl berishlari mana turishlari yaxshi. Mana agar ko'rayotganlar bo'lsa, asalari ham uchib yuribdi. Yaxshi tomoni shu. Hosilida muammo yo'q. Bu kechani o'zida 4-aprelda har bir tub daraxtiga 50 grammdan 100 grammgacha kaliy nitrat berildi. Biroz kechikib berilsa ham berildida, suv berildi. Endi buni hozirgi holatini yaxshi baholaymiz. Endi qilinadigan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu xom kurtaklar qo'limizda turibdi. Mana shu xom kurtaklar asosan ekinni mana bu pastki qismiga, tub qismiga o'sgan. Mana hozir shuni oldikda, shu tub qismidan olishimiz kerak. Mana hozir ko'pchilikka bu savol tug'iladi-da. Bu qanaqa kurtak deb. O'rtacha agar daraxt yosh bo'ladigan bo'lsa, 1-2 yillik bo'ladigan bo'lsa 40 santimetrgacha misol 7-8 yillik bo'ladigan bo'lsa 50-60 santimetrgacha daraxtning ostki qismidagi mana shu xom kurtaklarni olish kerak. Bu bilan birgalikda ba'zi bir ishxonalarimizda ko'ryapmiz, daraxtlar dimlanib qolgan holatlar bo'ladi. Agar dimlanib qolgan bo'lsa, mana o'sha haqiqatan ham ichida ortiqcha navdalar ko'p chiqqan bo'lsa, yuqori qismidan ham olish mumkin. Faqat eng yuqori qismidan olinmaydi, chunki eng yuqori qismi soya qilib turadi. Shu bilan birgalikda biz hozir Muzaffar akamizga tavsiya berdikki, mana bu fosforli, kaliyli gelni sepishni. Mana hozir ko'pchiligimiz buton preparatini sepamiz. To'g'risini aytish kerak, buton preparatimiz Muzaffar aka gektarga uradigan bo'lsa, qimmatli qilib qoladi. Shu bilan birgalikda uni 1-2 sepgandan keyin kaliyli o'g'itga, fosforli o'g'itga o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana kaliyli o'g'itimiz asosan mevani yiriklatib, gulni ushlab qolishga keladigan bo'lsa, fosforli o'g'itimiz qoraytirib tezroq suv satadi ekinida, nima deydi? Suvga bo'lgan talabchanligini oshiradi. Shu bilan birgalikda ekinni erta hosilga olishiga olib keladi. Bu yerda yana qilingan ishlardan bittasi fortishkalarni ertaroq ochish. Va mana o'z operatorimizdan so'raymiz, tom qismini olishingizni. Yuqorida o'sha loy sepilgan. Chunki mana hozir Xorazm viloyatini ko'radigan bo'lsak, bugundan boshlab taxminan bir hafta davomida 28-30 gradus plyusda yurar ekan. Shuning uchun ertaroq loyqani sepib, temperaturani tushirish kerak. Va shu bilan birgalikda namligini endi nisbatan ushlab turish kerak. Bu ekinimiz mana endi kecha suv berilgan bo'lsa, o'rtacha 20 kun, 15 kun davomida suv berilmaydi. Chunki suv beradigan bo'lsak, mana bu gullarimiz to'kilib ketadi. Keyin ko'pchilikka savol tug'iladiki, mana mening limonim deydi, to'liq mevani tashlab yubordi deydi. Mana ushlab turingizmi? Tashlab yubordi. Tashlab yuborishiga sabab oldindan bo'ladi-da, mana bu mana shaftoli guliga o'xshab rangli bo'lib gullaydi. Bunaqa gullagan limon tashlamaydi. Oppoq qorga o'xshab mana bu gullari asosan qorga o'xshab oq bo'lib gul berganda albatta tashlab yuboradi. Shuning uchun inobatga olishimiz kerakki, o'z vaqtida o'sha deylik kuzdan boshlab to bugungacha kaliyli, fosforli o'g'itlar, kerak bo'lsa azotli o'g'itlar berilmas ekan, meva tashlab yuboradi. Mana ko'pchiligimiz gul olishiga asosiy sababchi kaliy deb baholaymiz. Bu nisbatan to'g'ri, lekin meni mutaxassis sifatida fikrim albatta azotli o'g'it berish kerak. Mana akamiz ham karbamid berdi. Yanglishmasam, karbamid berib oldinroq ekinni uyg'otib olamiz. Chunki karbamid beradigan bo'lsak, ekinni tanasida suvni yurishi yaxshilanadi. Biz buni qayerdan bilamiz? Shu gektar limon kesganimizda, limonzorga borganimizda, tok qaychi bilan kesganimizda limondan qart o'sha qo'pol tovush chiqadi. Shunda bilamizki, biz demak bu limonzorlarga azotli o'g'it kam berildi. Azotli o'g'it kam berildimi, o'sha hosili ham maydalashga olib keladi. To'g'ri, buni past doimiy ravishda berib bo'lmaydi, lekin hozirgi kunda masalan 50 grammmi, 30 grammmi shu gullaguncha hech bo'lmasa bir marta gullashidan 15-20 kun oldin har bir tub daraxtimizga berib borishimiz kerak. Endi bu daraxtimizga bundan keyin qilinadigan ishlar birinchi navbatda suvdan tortish, to gulini olib o'sha dovcha qismi olib bo'lgunicha suvdan tortib turiladi.
Keyingi ishlarimiz bo'lsa, begona o'tga qarshi kurashiladi. Mana hozir begona o't bosmagan, mana oyog'imizdan olishni so'raymiz mana. Begona o'tlar bosmagan, lekin begona o'tlar shu 5-3 sm bo'lgani o'zida chopib tashlash kerak bo'ladi. Keyingi ishlarimiz mana o'z operatorimiz olib turibdilar. Mana shu tubidagi mana shu xon qurtaklarni mana shu xon qurtaklarni to'liqligicha mana sekin olib ko'rsatib beramiz. Mana tagida qoladigan bo'lsa, bu ham noto'g'ri bo'ladi, yana o'sib chiqadi. Mana shu novdalarni to'liqligicha terib olish. Bu nimaga olib keladi? Agar buni hozir olmaydigan bo'lsak, daraxtning kuchini olib qo'yadi birinchidan. Ikkinchidan daraxt shamollamaydi. Bu daraxtni hamma yog'ida o'sib chiqadi-da, daraxtimiz shamol olmay qoladi. Uchinchidan oladigan bo'lsa, bu daraxt kuchini olgandan keyin hosilimiz kamayib ketadi yoki to'kib yuboradi. Shu uchun dehqonlarimizdan iltimos qilamiz, birinchi navbatda mana shu birinchilardan bo'lib, mana shu xon kurtaklarni daraxtning ost qismidan 50-60 santimetrgacha terib chiqishlaringizni so'raymiz. Chunki bu o'ta muhim narsa. Ikkinchi narsa o'sha aytib o'tganimizdek, begona o'tni hali bir qarish bo'lmay turib 5-10 santimetrligida yo'q chopib tashlash. Endi to'g'ri gap, mana bu begona o'tga qarshi har xil dorilar bor, zaharli dorilar. Bularni sepishni uncha ham taklif qilavermaymiz. Chunki har qanaqa zaharli dorini me'yori bo'ladi va ta'siri ham bo'ladi salbiy. Shuning uchun iloji bo'lsa, o'tini chopadigan bo'lsak, shu bahonada yerimiz ancha chopiq qilinadi. Hozir masalan, deyarli bunda deylik o'sha kana yoki oq pashsha yo'q. Maxsus dori tayyorlaganmiz. Shu oq pashshaman kanaga buni respublikamiz bo'yicha tarqatib yuramiz. O'shalar sepilgandan keyin oq pashsha va kana tushishi kamayadi. Oq pashsha va kana nimadan ko'payadi? Asosan begona o'tdan. Shuning uchun kuchimizni begona o'tga berishimiz kerak. Shu bilan birgalikda imkon darajasida bo'lsa, sharoit bo'lsa, shu kecha kunduzda setkaga olishimiz kerak. Setkani tomida tortib soya qilishimiz. Sharoit bo'lmasa, mana Muzaffar akamdek katta-katta joylar bo'ladigan bo'lsa, loyiha sepgan ma'qul. Chunki masalan bu dovchani olib, o'zini tiklab olgandan keyin, nima deydi, suyagi qotib o'sha mevani olgandan keyin bemalol keyin to'kmaslikka harakat qiladi. Va shu bilan birgalikda hosilni yaxshi oladi. Keyin o'sha qora dog', sifatsiz limon bo'lishiga ham bugun kurashishimiz kerak. Agar bugun biz kurashmasak, o'sha mevalarimizni mana mevalarimizni gulini bugun shuni zahardan o'sha zaharlab kana va bitlardan tozalamaydigan bo'lsak, mana bularni. Bular o'sha anaqa mevadan chiqishi bilanoq kana yeb qo'yadi-da, qoraga aylanadi. Demak, o'sha qora limon bo'lishi mevamizni o'sha bozorgirligini yo'qotishi ham bugundan e'tiboran kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Keyin gullash davrida imkoni bo'lsa, endi 1 oymi 20 kunmi hatto o'sha suv bilan yuvishni ham tavsiya qilmay turamiz. Chunki bu bemalol gullab olish kerak bo'ladi. Lekin bargidan bo'ladi. O'sha bargidan vitamin sepgan 20 grammdan miyasi kerak bo'ladi. Gullab bo'lgunicha zaharli moddalarni sepmasligini tavsiya qilamiz. Shunda ham mana ustozlarimiz taklif qilyapti. Misol Nureldeni sepish mumkin deb. O'shani ham masalan imkon darajasida bo'lsa sepmagan ma'qulroq. Chunki bular davchani olib bo'lib hosil olgandan keyin bemalol sepamiz. Mana shu meni mevalarimni ko'radi ko'pchilik, qanaqasiga shunaqa hosil olasiz deydi. Bu bitta siri shu. Masalan, ochiq aytaman, o'z vaqtida mehnat qilish kerak, o'z vaqtida agrotexnik tadbirlarni olib borish kerak-da, kerak bo'lsa ekinni me'yorida parvarishlab borish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz Xonqadamiz, yana aytib o'tamiz, Muzaffar og'amni teplisalardamiz. Telefonlarimiz 93lik 476 4020. Maslahat kerak bo'lsa bemalol kechki paytlarda maslahatimizni berib boramiz. Shu paytdan foydalanib mana sizga Nusrat aka shu mana 4 yil 5 yilga bo'lib qoldi. Birgalikda ishlar mana shuni birgalikda bir parnikni barpo etib, shu nimangizni olib, maslahatlaringizni olib mana Xudo xolasa kam bo'lmadik. Mana siz shu oz vaqtdan foydalanib katta rahmat demoqchiman. O'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Katta rahmat. Shu Xudo xolasa yana bu yog'iga birgalikda yana shu maslahatlashib bu yog'ini ham tortib ketadigan umiddamiz. Katta rahmat sizga. E'tiborlaringiz uchun sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.